alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Mana men Navoiy viloyati Xatirchi tumanining bir chekka qishlog'idan mana shu reabilitatsiya Nodirjonning klinikasiga keldim. Shifo izlab. Mana kelgan paytlar bo'g'im kasalliklari bilan og'rib kelgan edim. Hozirda juda ham yaxshiman. O'zimni juda ham yaxshi his etyapman. Mana bo'g'imlarda og'riq yo'q. Bironta mana o'tirib bemalol o'tira olaman. Mana shu markazni ochgan, klinikani ochgan Nodirjonga katta rahmat aytamiz. Men Instagramdan ko'rib kelgan edim. Hozirda mana juda ham holatim yaxshi. Bu yerdagi shifokorlarning har bir so'zi o'z odamni davolab qo'yar ekan. Hamjihatligi, klinikada tinchlik juda ham yaxshi. Qo'l-qo'liga tegmay shirin so'zligi, shirin taomlari bilan mana shu yerga kelsam, men xuddi o'zimni sanatoriyada his etdim o'zimda. Sanatoriyada men davolanyapmanmi deb o'zimga o'zim ishonmay qo'ydim. Kelinglar, hamyurtlar, hamshaharlar, davolaninglar, shifo topinglar. Mana bu doktorlarimiz, mana shu yerdagi hamma doktorlarni samodagi yulduzlar desam, men ularni eng chorlovchisi, eng yaxshisi deb, mana shu eng yorqini meni chorlagani deb hisoblayman. Samodagi yulduzlar nur taratib porlaydi. Shulardan biri meni Nodirjonning klinikasi chorladi, keldim.